Bir vaqtlar men buyuk va yengilmas jangchi bo'lganman. Va hech kim menga qarshi turishga jur'at eta olmasdi. Men o'zimga munosib raqib izlab dunyo keza boshladim. Bu sayohatim to soyalar darvozasiga duch kelgunimga qadar davom etdi. Men soyalar qonunlarini buzdim va darvozani ochdim. O'zga dunyo iblislari darvoza ortida edi. Ular menga tashlanib tanamni parchalashdi. Ruhimni so'rib olishdi. O'zimni esa soyaga aylantirishdi. Va aynan shu kundan boshlab men iblislar la'natining ta'siri ostidaman va ozod qilingan ruhlar bilan jang qilishga butun umr mahkumman.